O'zbekistonda turib qanday qilib pul ishlaydigan YouTube kanal ochamiz va uni to'liq nastroyga qilamiz. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilik, ya'ni o'zini xizmatini yo'lga qo'ygan $30 dan boshlab amerikanskiy YouTube kanal ochib beryapti. Lekin sizlarga maslahatim buning uchun qanaqadir summa sarflashingiz shart emas. O'zingizlar ochganingiz anchagina xavfsiz va sifatliroq bo'ladi. Darsligimizni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardik va Instagram biosida Telegram kanalimiz silkasi bor. O'tib qo'ysangiz amerikanskiy YouTube bo'yicha juda ham ko'plab ma'lumotlarni hamda darsliklarni olishingiz mumkin. Birinchi bo'lib gmail.com deb yozishimiz kerak bo'ladi. Va chiqib kelgan saytga kirib olamiz. Xo'p, bu yerdan create an account qilamiz va for my personal use ni tanlaymiz. Birinchi bo'limga ismimizni yozamiz. Hech qanaqa kanal nomi bo'lishi ham shart emas. O'zingizni xohlasangiz ismingizni hamda familiyangizni bu yerga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Misol tariqasida YT deb qo'yamiz. Xo'p, next ni bosasiz. Oyingizni belgilaysiz, qaysi oyda tug'ilgan bo'lsangiz, qaysi kunda tug'ilgan bo'lsangiz o'shani belgilaysiz va agarda siz 18 yoshdan kichkina bo'ladigan bo'lsangiz, 18 yoshdan katta bo'lgan yillarni belgilaysiz. Men maslahat bergan bo'lardim, 2000-yil atrofidagi yilni belgilasanglar, anchagina xavfsizroq bo'ladi. Va bu yerga genderni belgilab qo'yishingiz kerak bo'ladi va next ni bosasiz. Va mana bu yerdan esa YTTno, misol tariqasi randomli o'zingizga yoqqan bitta Gmailni tanlaysiz va next tugmachasini bosasiz. Bu yerga esa ikkita parol qo'yishingiz kerak bo'ladi, ya'ni bir xil bo'lgan parollarni va bu parollar sizning esingizda qolishi kerak. Xo'p. Shu misol tariqasida mana shunday holatda qo'ydim parolni. Xo'p. Parolni qo'yganingizdan keyin sizga mana shunaqangi oyna ochiladi. Bu yerga Beeline raqamingiz bo'ladigan bo'lsa, o'shani kirgizishingiz kerak bo'ladi. O'sha telefon raqamingizga 6 xonali kod boradi Google dan. O'sha SMS raqamni mana bu yerga kiritib qo'yasiz, всё. Sizda to'liq Gmail ochiladi. Endi esa Gmailni to'liq nastroyga qilishga o'tamiz. YouTube kanalni darrov ochib olishimizdan oldin birinchi bo'lib Gmailni nastroyga qilishimiz kerak. Buning uchun tepada o'ng tomondagi Gmailimizni ustiga bosamiz va Manage your Google accountni o'sha tugmachani ustiga bosamiz. Va mana bu yerdan birinchi bo'lib personal info bo'limiga o'tamiz. Va mana bu yerdan esa name bo'limiga o'tib olamiz. Mana bu yerga esa name bo'limiga o'zimizni, ya'ni ismimizni hamda familiyamizni to'liq xato qilmasdan kiritishimiz kerak bo'ladi. Hech qanaqa amerikanskiy ism yoki familiya shart emas. O'zingizni to'liq ismingiz, familiyangizni kiritasiz bu yerga va keyin bu yerdan chiqasiz. Chiqqaningizdan keyin mana bu yer esa nickname hisoblanadi. Bu yerga iloji bo'lsa kanalingizni nomini yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Misol tariqasida men tayyorlab qo'yganman. Kanalimning nomi mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, siz randomni o'sha nickname ni yozib qo'yasiz, saqlantirib bosasiz, bo'ldi. Sizda tayyor. Endi keyingi bo'limga o'tasiz va pol bo'limi, ya'ni gender hisoblanadi. Bu yerga o'zingiz polingizni belgilaysizda, visionni belgilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni hammaga ochiq holatda turishi kerak. Mana bu yerga esa telefon raqam tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Albatta o'zingizga tegishli bo'lgan raqamdan foydalaning. Ya'ni qanaqadir biron raqamini bu yerga foydalanish mumkin emas. Undan keyingisi data rождения. Mana shu yerga visio qilib qo'yasiz, bo'ldi. Boshqa narsa esa bu yerga kerak emas. Xo'p, eng asosiy joylardan biri imенно mana shu joyda, ya'ni Google nastroykalari bo'limida двухви auto funksiya, ya'ni ikki bosqichli tekshiruvni yoqib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu yerga shunchaki parolingizni kiritasiz va ikki bosqichli tekshiruvni yoqishingiz uchun siz telefon raqamingizni ham u yerga tasdiqlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Sizda keyin mana bu yerdagi ikki bosqichli funksiya yoniq bo'ladi. Bu akkauntingizni to'liq xavfsiz holda saqlashingiz uchun juda ham zarur hisoblanadi. Xo'p, endi men buni ko'rsatib o'tirmayman, sababi bu emailni, ya'ni emailni men randomni olganman, o'shaning uchun bu narsani ko'rsatishim shart emas, lekin sizlarga albatta to'liq tushuntirib berdim. Endi keyingi qiladigan ishimiz YouTube kanalimizni to'liq nastroyga qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun kanalimizga kiramiz va mana bu yerdan YouTube'dan, ya'ni Tvorческий studiyaga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan nima qilamiz? Birinchi o'rinda nastroy kanal qilib olamiz, ya'ni kanalimizni videoni sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lim bu banner hisoblanadi. Ya'ni o'zingiz tayyorlagan banneringizni mana shu yerga kiritishingiz kerak. Bannerimiz bo'lishi kerak. Mana shu bizning bannerimiz. Mana shu bannerni yuklab olamiz. Buni biroz kichraytiramanda tekstga to'g'rilab olamiz. Ya'ni tekstimiz o'rta holatda turishi kerak. Mana shu narsani to'g'rilab olaman va bizda готов tugmachasini bosamiz. Bannerimiz yuklandi. Keyingi narsa foto profil, ya'ni bu
bizani avatarkamiz hisoblanadi. Kanalimizning avatarkasi imina mana shu joyga kanalimiz avatarkasini ham mana shu holatda yuklab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Men barchasini ChatGPT orqali qilganman. Sizga ham maslahat beraman. Bemalol ChatGPT orqali sifatli dizaynda amalga oshirishingiz mumkin bu narsani. Endi mana shu joyda pastki bo'limga ham o'zingizlarni avatarkalarni yana qaytadan qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana shuni. Buni sababi, ya'ni siz video qo'yayotgan jarayoningizda o'ng tomon pastda kichkina bo'lib sizning avatarkangiz chiqib turadi. Bu esa kontent sizga tegishliligini isbotlash maqsadida juda ham katta plyus hisoblanadi. Xuddi shu narsa kanalingizni xavfsizligi uchun ham albatta xizmat qiladi. Keyingi narsa kanalingizning nomi. Albatta men bitta to'liq proyektda tayyorlab qo'yganman kanal nomi hamda opisaniyani. Hosili bilan opisaniyani kiritib qo'yamiz. Albatta mana shu joyda bitta narsani tushuntirib o'taman. Juda ham ko'pchilik chiqdi. Ya'ni qanaqadir ilovalar orqali siz YouTube kanalingizga tag yozsangiz yoki opisaniya yozdiradigan bo'lsangiz, kanalingiz sifatli bo'ladi, rekomendatsiyaga chiqadi. Yo'q, unaqa ilovalarga yoki shunaqa o'xshash dasturlarga ishonmanglar. Oddiygina ChatGPT orqali shunchaki yozib, kopirovat qilib qo'ysanglar, o'shani o'zi yetarli. Endi mana bu yerga men opisaniyani yozaman, kanalimning nomini yozib bo'lganman, shart emas. Xo'p, opisaniyani to'liq yozib qo'ydim. Undan keyingi qiladigan ishimiz настройка bo'limiga bosamiz. Va mana bu yerdan kanal bo'limiga o'tib, birinchi bo'limni Soединенные shtatni belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Peru, Tailand va mana ko'rishingiz mumkin, Soединенные shtat eng oxirgi qismda turgan ekan. Endi mana shuni qo'yib qo'yamiz va mana bu yerga esa ключевые словani yozishimiz kerak, ya'ni kalit so'zlarni. Bu keyword hisoblanadi, ya'ni poiskga bir nimani yozganda sizning kanalingiz chiqib kelishiga yordam beruvchi keywordlar hisoblanadi. Buni ham albatta ChatGPT orqali olsangiz bo'ladi. Endi men mana bu holatda tayyorlaganman, faqat buni virgul bilan tayyorlash kerak edi. Shu tekstlarni orasiga virgul bilan yozib menga jo'nat. Endi mana shu so'zlarni yozadigan bo'lsak, ChatGPT endi o'sha so'zlarni virgul bilan yozib bizga jo'natadi. Endi buni shunchaki kopirovat qilib YouTube настройкасini o'sha taglar bo'limiga, kalit so'zlar bo'limiga kiritib qo'ysak, o'shani o'zi yetarli. Va mana bu yerdan esa расширение настройкаga o'tib, mana shu yerdan Net moy kanal для детейni belgilab qo'yamiz. Ya'ni meni videolarim yosh bolalar uchun emas degani, mana shuni belgilab qo'yishimiz kerak. Sababi bu kelajakda kanalimiz monetizatsiyaga ulanganda hamda RPM ga ta'sir qiladi. Доступная funksiya bo'limiga o'tib, mana shu yerga bitta telefon raqamini tasdiqlab qo'yishimiz kerak. O'zbekiston raqamlaridan Beeline raqam o'tadi. Xohlasangiz tanishingizni ham kirgizsangiz bo'ladi. Bu yerga kiritilgan raqam qaytib sizga kerak bo'lmaydi. Xohlasangiz virtual raqamlardan ham foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, bundan keyingi bo'lim bizga загрузки video bo'limi. Mana shu bo'lim haqida ham qisqacha tushuntirib o'taman. Загрузки video bo'limiga kirib, boya bizga ключевые словоga yozib oldik. Mana bu taglarni siz загрузки video bo'limiga kirib, mana shu yerga ham taglarga kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Buni plyus tomoni, siz har bitta video uchun alohida tag yozib o'tirmaysiz, lekin men alohida maslahat bergan bo'lardim, har bitta videoga mos bo'lgan taglarni yozib chiqish. Lekin misol tariqasida oramizda erinadigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, bir martalik universal taglarni mana shu yerga yozib qo'ysangiz, qolgan videolaringizga umuman tag yozishingiz shart bo'lmaydi. Undan keyingi narsa расширение настройка. Расширение настройкаga o'tganimizdan keyin birinchi bo'lib kategoriyani belgilab olamiz. Misol tariqasida men hozir News yo'nalishida kanal ochyapman. Bu yerda новости politikani belgilab qo'yishim kerak. Agarda siz qiziqarli kontent qilsangiz, sun'iy intellekt orqali yoki qanaqadir bir o'yinlarni o'ynasangiz yoki bir qiziqroq kontent qiladigan bo'lsangiz, bu yerdan sizga tavsiya beradiganim развлечение, ya'ni inglizchasi entertainment adashmasam, o'zbekchasi esa qiziqarli hisoblanadi. Xo'p, men esa hozir новости, ya'ni News bo'yicha kanal ochyapman. Bu yerda новости или politikani belgilab qo'yaman. Xo'p, bu yerdan yozik videoni angliskiy Soединенные shtat qilamiz. Mana bu yerdan ham ikkinchisini angliskiy Soединенные shtatni belgilaymiz. Mana bu yerga esa hech qanaqa tegmaymiz. Bizada to'liq YouTube'ni настройкалari tugadi.